Ayasa ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Ha, bo'pti, bir narsa zakaz qilib olarman. Ashna qiling. Ayasa ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Qorni ochib ketdi, tur qarab turaman. Ayasa ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Tur, ayol kishimisan, molga o'xshab o'tiraversan bo'yanib, tur. Big'illataman hozir. Erkalaysanlar. O'zimiz ham joy oshirib yuboramiz-da. Ashna qilib erlarimiz urushib turmasa qilmaymiz. Ayasa! Pishyapti dadasi. Endi katta marralarga erishamiz. Voy, kechirasizlar, adashib ketdim. Birinchi kurs edimi? Voy, to'xtanglar. Sablok to'g'ri bir qatta edi. Men qatta bilaman, senga o'xshab birinchi kursman-ku. Qizlar hozir nima dars? Ingliz tili. Agar hozir kech qolib borsak, ustoz bizni kiritadi. Qochdik. Qayoqqa? Ustoz, kechiring, atigi 30 soniya kech qoldik. Endi MB qo'yaman. Qizlar, endi qachon bitirib olamiz? Bilmadim. Voy, birinchi kurslarmi? Ahvolini qaragin mulani. Ana qizlar, ikkinchi kursdan bo'lib oldik, birinchi kursni bitirib oldik. Qizlar, Shahzoda qani? Ложь бывает сладкой, но стреляет правда. Только небо знает, что же будет завтра. Qizlar, nima dars? Voy, ingliz tili shekilli. Ha, bo'pti, ketdik. Voy, qizlar, qayoqqa? Dars tugashiga 30 sekund qoldi-ku. Voy, ustoz, kontraktimizni to'lab-olmizda-yu, bahomizni qo'yib berasiz-da. Voy, birinchi kurslar-yu. Go'zal tong. Voy, Ovsinjon, yaxshi dam oldingizmi? Bilasiz, nonushta tayyorlash sizga alis. Voy, Umidaxon, aytmasangiz esimdan ham chiqib qoladi. Zato supurish bugun sizga alis. Allohu akbar. Umidaxon, idishlarni yuvib qo'ying, chunki bugun sizga alis. Tayyorlagan yig'ishtirib oladi ham. Siz avval yig'ishtirib oling, keyin idishlarni yuvib olaman. Voy, Umidaxon, kechirasiz, qo'limdan tushib ketdi-ya. Voy, Ovsinjon, ertaga supurish sizning navbatingiz. Ana osmondan chelakdan musirlar ag'darilib tushib ketib qolmasin. Ehtiyot bo'ling deyman-da. Jannatim ovsinim. Labi opajonim. Kecha o'rningizga oyijon ovqat qilib qo'yadilar. O'shaning uchun bugun ovqatni siz qila qolasiz. Opajonim, kunni tog' kunlari siz, juft kunlari men qilardim. Kelishuvni buzmaylik. Voy, odamda kansamas ekan-ku bu. Umidaxon, men alohida uyanib, endi alohida chiqib ketyapman. Mana shu yukosa tovog'iga supursidir-yu, o'ziga qavatda. Bugun men uyimga joylashib olay, ertaga mehmon bo'lib kelaman. Yaxshigina ovqat qilib qo'ying, ha? Ha? Chicha yomonman. Yomonsan, mincha yomonsan. O'tiringlar kelin. Xo'p bo'ladi. Voy, oyijon, g'iybat qilamizmi? Yo'q, suhbat qilamiz. Voy, oyijon, g'iybat qilamiz-ku. O aqlli kelin. Suhbat desa gunoh bo'lmaydi. Tushunarlimi? Men gunoh qilishdan qo'rqaman. Qarochi, kecha Guli o'rtog'imning qizi qaytib kelgan. Hey, oyi, prosta oysini ko'rgani kelgandir-da. Yo'q, kecha kechqurun kelgan. Mana soat bugun 1 bo'lyapti, hali ketgani yo'q. Voy, o'lmasam, oyijon, o'zi qari qiz bo'lib 21 yoshda yerga tegdi-ya. Erinikida jim o'tirsa nima qilar ekan? Umida qizim, bir choy damlab keling. Ko'p gapiradiganga o'xshaymiz. Og'zim qurib ketdi. Hozir oyijon. Voy, oyijon, bu keliniz yomon pishiq chiqdi. Voy, nima bo'ldi? Sizni menga rosa yomonlikni kelsam, ovqatlarni oyijon tayyor qilyaptilar deydi. Ati kech kelayotgan ekan. Yo'q-e, u ham sizni menga rosa yomonlaydi. O'shancha uyga kam kelaman, oyijon. Har kuni shetdasiz-ku. Men oyijon choy olib keldim. Voy, qizim yig'layapti. Uxlatib keling. Umida qizim, hamma sirlaringizni katta kelinga aytvermang, butun dunyo bilyapti. Oyijon, o'zi bu keliningiz rosa pismiq. Har kuni tayyorga keladi. Bitta cho'p o'tdan bo'tga olmaydi. Voy, bo'ldi, uxlatdim, Xudoga shukr. Voy, opajonim, sizsiz suhbatimiz qizim yetiruvdi, yaxshi ham yetib keldingiz. Ayjon telefoni jiringlayapti. Nima qilibdi? Boring, gaplashing, oyijon.
Men bu yerdan hech qanaqa qimirlamayman. Agar Adajon telefon qilayotgan bo'lsalar, ko'tarmasangiz, voy mayli borib qo'y. Opajon, shunaqa qilma, Qani sindirchi keldi, xizmatga bermadi. Voy oyijon, Tailandda turib har xil gaplar gapiradiganlar ko'payib ketdi-ya. Tez-tez massaj qiling, ko'p gapirmang. Voy oyijon, qarang, ana burni katta qaynini o'g'lini kelinidan qizg'anar ekan. Kelin ham qaynonani ko'nglini olishni bilmaydi. Bo'pti oyijon, men unda musor to'kib kela qoling. To'xtang. Ana Erjoningiz to'kib keladi. Yo'q, ona kechki payt to'kib kelaman, o'rtoqlarni kutib qoldi hozir. Ana ko'rdingiz, oyijon kechki payt keladi, charchadim, ertalab to'kaman deydi. Men ketdim. Bu boshingni yig'urda bir gap bor. Orqasidan boring-chi. Qani ketdi. Yani onu shahar ko'rgan echkiga o'xshab sakrab yurishini. Sapa. Ushladimmi? Ushladim. Oyi? Oyijon, bu yerda nima qilyapsiz? Shahboz, sen nima qilyapsan? Biz uchrashuvga chiqdik, oyi. Musorxonadami? O'zingiz restoranga, kafega ruxsat bermaysiz-ku. Har kuni uyda kechqurun birga ko'rishasanlar-yu. O'zingiz oyijon, kechqurun spalnining eshigini ochib uxlalaring deysiz-u. Mashq qilganlaringga bugundan boshlab Shahboz men bilan uxlaysan. Ada, erim urdi. Qanday urdi? Bunday urdi. Ha, kuyov tinchlikmi? Vilka shirin bo'lsa, o'tkir bo'ladi deb eshitganman. Nimaga urishdinglar? Endi Ada Men qayningiz bilan umuman urushmaganman, kuyov. O xotin, qani meni sochig'im? Nimaga xomomga yel qo'ymaysan? Nima men boshimni naskiga artamanmi? Urushgan bo'lishim mumkin, lekin hech qachon uyga haydamaganman. Tushundingizmi? Yo'qol, basharangni ko'rma, tur yo'qol. Yo'qol, olmam narsalaringni. Menga uni qarama, bug'ib qo'yma hozir. Bu hali hammasi emas-da, har kuni ichib keladilar. Iya, kuyov, siz hali ichasizmi? Men hayotimda ichmaganman. Hattoki ukol olsam ham spirtini to'ktirib, keyin o'rdirganman. Voy, Adayim bo'lgan. Zaxtan nima qilyapsiz? Nima, tur yo'qol. Egizg'uz. Menga umuman vaqt ajratmaydilar. Doim telefonda o'tiradilar. Yo, kuyov bola ko'p katta bo'lasiz. Nima qilasiz uyda telefonni? Bo'ldi, Ada, bilasiz, men tirikchiligim telefonda bo'lsa. Qizim borsan choy poy damlab kelgin. Bor. Anaqami, keyin menga ham o'rgatasizmi kuyov? Ha. Bilasizmi nima? Bitta haqiqat deymi sizga kuyov? Qanaqa? O'rtamizda qoladi. Qayningiz nimaga hech uyga ketib qolmagan? Bilasizmi shuni? Ha? Chunki men ichkuyov bo'lganman. Qadam talablaringga yugra charchadim. Bo'pti, men ketdim. Qaqa? Ramazon aytaman. Oma kech qolsang kabatakdek cho'pagi bilan uraman. Ayzaxon! Chiqasanmi? Qaqa? Ramazon aytamiz. Bo'ldi, ketdik. Yur. Endi kimni chaqiramiz? Tohirni chaqiraylik. Ha, sevgilingizmi? Bori. Tohirjon. Ha. Chiqasanmi, Ramazon aytamiz. Hozirdan so'rang. Dada Ramazon aytgan chiqsam bo'ladimi? Balobamu ko'chada o'zi uylanadigan ko'p katta bola bo'lib turibdi. Yes! So'kinardi bu ro'zada bor oling chaqir. Kapmatda bo'lib qolman, men chiqmas ekanman, men uylantirar ekan. Chiqarkan. Chiqmas ekan. Ikki kishi kamlik qiladi-da. Umidan chaqirsa-chi? Uni churvaqalari bor. Ukalar bilan chiqsa chiqursin, boshqa iloj bormi? Ha, bo'pti-da. Ketdik. Qaranglar qizlar, Xono momo xolaniki borib aytamiz, xo'pmi? Zulfiya xolaniki boraylik. Jinimizdan so'kib haydaydi, ketdik momo xolanikiga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Ha, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Olib chiqing, tog'araga solib chiqing. Tog'araga sig'masa, etagingizga solib chiqing. Ro'za keldi, bildilaringmi? Qozonga yo'q, qo'ydilaringmi? Bizga bitta voq, berdilaringmi? Men senga nima dedim? Kech qolma deyordimmi? Maka endi. Ramazon oylari yaqinlashyapti. Bilib bilmasdan dilinglarni og'ritib qo'ygan bo'lsam,
Hop, Umida. Rahmat. Hop. Astagfirullah, astagfirullah. Voy opajon, ro'zingiz endi ro'zingiz ochildi. Tuplab tashlayman, tuzini ko'rgan edim, Umidaxon. Tuplab tashlayman hozir. Baribir buzildi. Tuplab tashlayman degandim u. Voy deb ro'zada pomada surib bo'lmaydi, ochilib ketadi. Ro'zingiz mumkin emas buni surish. Voy opa, ro'zada mumkin emas. Voy opa, ro'zada mumkin emas. Opa, ro'zada mumkin emas. Birinchi xurmo bilan ochadi, suv bilan emas. Voy, Aziza, shunday yengimni shimarib yuboring, iltimos, qiynaldim. Voy, hozir men siz yengingizni shimarsam, siz menga shaxsiy yuk bo'lib qolasizmi? Butun umr siz yengingizni shimarib o'tib ketamanmi? Psixologlar aytishi bo'yicha hamma o'zini ishini o'zi qilish kerak ekan. Azima, bolaga qara. Bering. Voy, hozir men bolani olsam, siz meni shaxsiy energiyamga ta'sir qilasiz. Bola bitta menikimi, siznikimi? Psixologlar aytishi bo'yicha bolaga erkak kishi ham qarash kerak ekan. Shuning uchun siz o'zingiz qarang. Voy, Ayzaxon, shunday lattamni olib berib oling. Ha, voy, hozir men sizga lattangizni olib bersam, keyin siz tekinxo'rlikka o'rganib qolasizmi? Psixologlarning aytishi bo'yicha. Voy, Umidaxon, yaxshimisiz? Voy, lekin men yordam bera olmayman-da. Hozir men yordam bersam, o'z kuchingiz bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Odamlar o'z kuchi bilan hamma narsaga erishish kerak. Psixologlar aytgan. Ayzaxon, murch uzatib oling. Ha, psixologlarni aytishi bo'yicha oyijon, hozir sizga murchni olib bersam, siz tekinxo'r bo'lib qolar ekansiz, bilasizmi shuni? Nima? Voy, qirg'izinglar. Umida opa, qarang, yangi duh keldi. Duh, men siz hech ham duh demagan ekanman. Opajon, mana shu yostuqlarni men ko'rpachalarning ustiga taxlasam bo'ladimi? Ko'rpachalarni bilmadim-ku, lekin siz oyijoningiz shugina ko'rpachani qildilarmi? Meni oyijonim 40 ta ko'rpacha va undan tashqari yostiqlarni ham qilib berganlar. Sizga shuginami? Voy, oyijon qilgan ko'rpachalarni gapiryaptimi? Voy, Ayzaxon, men stenkalarni skitkada olib sizni kecha Instagramda ko'rib qoldim. Shu chinilarni xolos qilibsiz, muncha kam. Men yengilligimda $3000 sarflab stenka idishdan olganman. Qaynukam olib bergan $300 stenkani gapiryaptimi? Hoy, kelinglar, chop kelinglar. Voy, oyijon, ana kichkina keliningizni hayitligi jicha kelibdi, ayas kichkinasi jo'natyapti. O'shan choy bilan yeymiz-a? Kichkina kelinni gapirasiz, o'zingizni oyijoningiz hech narsa olib kelmagan-ku, hayitli. Hoy, kelinglar. Oyijon! Voy, nimaga hamma ivirsib yotibdi, to'zib yotibdi? Ro'zamiz-ku, oyijon. To'g'ri. Endi charchab qolamiz, oyijon. Biza paytda chillada ro'za tutardik. Undan tashqari ovqat qilardik, sigir tegini tozalardik, sigir sog'ardik, non yopardik. Mana shunaqa mendan o'rganinglar. 24 ga 7 uxlab, qoyillatib qaynonangning xizmatini qilgandek gapirasan. Kim sizchi?